3 padişahlık, zaman halkıgan muşavir. 28. bab. Dianmo'nun esil penti bir çalmıdı iki paktak sokuş. Sav-savның bu gapni deyishdiki maqsadini Dianmo albatta tushunatdi. Gapning aniqini qilganda, uning yanıla shu jo'g'i lashkar tortqusi bor edi. Yalğuz Liu Bei va Liu Bularning bir kunlarda zo'r yeb ketishidan ansirganligi uchun emas, eng muhimi shu jo' Sav-savning ko'nglidagi g'am bo'lib qolganligi uchun edi. U yerda u qo'shin va sarkardalardan ayrilib, ming tasdiqda Tavchiyanni qiyin ahvolda qo'ygan bo'lsa-mu, buning uchun Yanjudan ayrilib qolg'ili tas qolgan edi. Ya'ni kelib, oxiriga berib, hech nimaga erisholmagan edi. Onun ustiga shuju o'ttir tuzdanlikdagi eng muhim baliq bo'lib, o'ttir tuzdanlikda putrab turaman deydigan shujuni cho'qim qo'lga tushirish kerak edi. Sav-savning intizorlik bilan tikilgan nazari ostida Dianmo asta beshini chayqagan holda shundoq dedi. Pasibanim, hozir vaqti emas. Nemishqa? deb so'rdi Sav-sav norozi bo'lgan holda. 3 sabab bor. Dedi Dianmo choydan bir o'tlam o'tlib etib. Birinchisi, hozir lashkarlarimizning qurollari yetarlik emas. Ochliq, yem-xashak kamchil. Shu jo'g'a majburiy lashkar tassak, uni qo'lga kirgizgan taqdirdimi? Uning badali bak ig'ir bo'lib ketadi. Ikkinchidan, Pasibanim, acaba sizlar birinchi qatim shu jo'g'a hujum qilganda Liubuning tuyuqsiz hujum qilganligini unutib qoldingmi? Agar biz barliq lashkarlarimizni boshlab qo'shin tassak, bu chaqda Jizhoudagi Yuan Shao, Jingzhoudagi Liu Biao, Naiyangdagi Yuan Shu, hatta Guanzhongdagi Li Jue, Gosilaning ikkinchi Liu Bu bo'lib qolish ehtimolligi bor. Uchinchidan, qo'shin tassak yo'lsizlik bo'ladi. Liu Bei'dan 3 tumandan ochliq, yem-xashakni qaqti so'qti qilib olganimiz, amaliyotda Pasibanimizning oti qisosining o'tib ketganligini tan olganimiz bo'ladi. Agar shu jo'g'i lashkar tassak, bu nomardlik bo'ladi. Gap bu yerga kelganda, Sav-savning chiroyidagi norozilik yo'qab, amalsiz boshlanishdi ma'qullik bildirdi. Nemali degan bilan u bir davrning botiri bo'lg'ashqa, Dianweining gaplariga yo'shiringan fursatni his qila oldi. Hozirgi mo'shundoq paytda shu jo'g'i yurish qilsa, g'alaba qilish ehtimolligi haqiqatan to'van edi. Dianmo Sav-savga choy liqlab qo'ygandan keyin kulib turib so'radi. Pasibanim, menga ishonamdila. Bunimi so'rash ketamdi. Zishao, sizga ishonmasam kimga ishonatdim? Undaqda yaxshi. Amsa Pasibanim bir mahal saqlab tursizlar. Shu jo'ning ishlarini peqir o'rinlashtirib qo'ydim. Dianmo Sav-savga tikilib qarab, kaskinlik bilan aytdi. Bak uzoq qolmaydi. Fursat pishib yetilgan hamon men Pasibanimni haqqoni, hech kim to'sanmaydigan, to'squchilar halok bo'ladigan nom bilan yo'lga solaman. Dianmoning gapini anglab, Sav-savning ko'zlari yo'rib ketdi. Shuncha ishlardan keyin Sav-sav burulla Dianmoning gaplaridan gumonlanmaydigan bo'lgan edi. Lekin o'zi yerim kun o'ylabmi, o'zining oti qisosini elishdan boshqa texmi bakrak muvofiq keladigan biror bahona sababni o'ylab topolmagan edi. Buningga chiday olmagan Sav-sav Dianmo tarafga surilib, qishini lekildatib so'radi. Azroq deb beralamsiz? Pasibanim savrchanlik bilan saqlab tursinlar bo'ladi. Men qachon o'zlarini umidsizlantirib boqqan. Bo'ldi. Dianmoning bu gapini anglab, Sav-sav boshqa narsani so'rab bilolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Biroq baribir Dianmoning ko'nglida ishonchi borligini ko'rib, u yana ozroq saqlashni ig'ir olmadi. Yaxshi tomoqning keyin chiqishidan ansirmaslik kerak-da. Biroq Pasibanim o'zlarining deganlarini o'rinliq. Shaopei bir oymoqning yeri. Liu Bu har qancha so'rayman desimi, yanada cheklik bo'ladi. Biroq Liu Bei o'xshamaydi. Uni hargiz mi jamoatining bu tez kemisiga o'ltirg'izmasligimiz kerak. Dianmo qo'lidagi piyolani asta qo'yib qo'ydi. Uning biror plan tuzayotganligi aniq edi. Sizce qanday planingiz bor? Qani danga, anglab boqay. Mi jamoatidagi gapi o'tadigan birasi bu yangi kasb bo'ladi. Sav-sav cho'chigan holda Dianmoga qarab, bir hazo o'tgandan keyin
beshini chayqagan holda shundoq dedi. Ziji, uqmaydigan o'xshaysiz. Mi jamiyati savdogar oila, mansabdorlar oilasi emas. Ularni necha yuz chaqirim neridagi Puyanga taklif qilish mumkin bo'lmasmikin? Bu qandoq taklif qilishimizga bog'liq, dedi Dianmo kulgunicha va qo'ynidan kichik bir xaltini ilib shiraga qo'ydi. Buningga qiziqqan Savsav xaltini ichib qarab edi. Ichidagisi oppoq tuz ekan. Ko'k tuz. U barmoqi bilan ozroq elib og'ziga solgandan keyin qo'shimasini turgan holda dedi. Bu oliy darajali ko'k tuz ekan. Yanjuda bundoq tuz bo'lmasa, siz nereden topdingiz? Pasibanim, Savxonning baliqning kunpetish tarafidagi zaharlik tuz tegini menga uttirib etganligini bilamdi lekin, deb so'radi Dianmo. Ularning o'yin o'ynaganda Savxonning zaharlik tuz tegini qarzga tutib berganligini Savsav anglagan edi. U beshini lang'ishitgandan keyin Dianmo so'zini davomlashtirdi. Kaminalari iste'dodsiz bo'lsa-mu, burun bir xil usulni o'rgangan. Buning bilan zaharlik tuzdan ko'k tuz ayirib olib bo'ladi. Pasibanimizning qo'lidagi ko'k tuzni peqir dal shu zaharlik tuz tegidan ayirib chiqqan. Buni anglab, Savsavning teni sirqirgandek bo'lib, Dianmo'ga tikildi. Zaharlik tuzdan ko'k tuz ayirib chiqish. Uxlamay tush ko'rganlik-ku bu. Agar bu gapni boshqa birisi qilgan bo'lsa, Savsav uni jib ichib olib mas bo'lib qopti deb qargan bo'ladi. Lekin bu gapni da'vatqini Dianmo edi. Chig'iriq bilan agri kashkanlik soponni kashf qilgan Dianmo bu jahondagi hech kim qilolmagan ishlarni cho'qim qila oladi. Ziji, sizning yana mushundoq avliyolardek karomatingiz bormi? Voy onam-ey! Elimi yaxshi. Mening qo'l ostimda bo'lib qopsiz. Agar boshqalarning qo'l ostida bo'lib qolgan bo'lsangiz, hatto o'lib ketsam-mu, nima bo'lganligini bilamaskanman. U Jangjo'ni o'yladi. Umu birchini Apsun suyi bilan necha yuz tuman seriq yog'liqlarni jam qilgan iste'dod egasi edi. Agar Dianmo boshqalarning oldida bu karomatini namoyon qilsa, uning unumi hatto Jangjo'ning Apsun suyidan necha hassi eshib ketadi. Pasibanim, ortiqcha maqtab etdilar. Amaliyotda sizga kelishdan burunla men izchil o'ylanayotgan. Garchi men ko'k tuzni ayirib chiqa olganim bilan uni boshqa oymoqlarga olib setish uncha oson emas. Pasibanim mi jamiyatini tilga elib esimga sep qo'ydilar. Mi jamiyatining sodisi Buyuk Xandagi 13 oymoqqa taralgan. Buningda dal mi jamiyatining sod yo'lidan foydalansak bo'ladi. Yana kelib, mi jamiyati sodgarlar oilasi bundaq sodaga cho'qim qiziqadi. Ko'k tuz sodisi bilan ularni Puyanga soda ishlaridan kengashishga taklif qilsak, Pasibanim, sizlarcha u kelam? Dedi Dianmo qo'lini ishqilab. Buni anglab, Savsav o'rnidan dast turdi-da, uyan mang'inicha tovlab ketdi. Balli, esil. Mi jamiyati foyda qo'g'lishidir. Mi jamiyatining egiligini kengaytirish uchun ular cho'qim bundaq fursatni qo'ldan bermaydi. Nimali degan bilan savdo yo'lini tutganlar yolg'iz mi jamiyati emas. Jejudagi jin jamiyatining savdo kuchi, moliya kuchi mi jamiyatininkidan qilishmaydi. Mi jamiyatining hargizmi qarab turib ko'z oldiga kelgan savdoni boshqalarning qo'liga bo'libmi jin jamiyatiga tashlab berishi mumkin emas. Savsavmi Dianmo'ning ko'nglida o'ylaganlarini his qilib ketdi. Faqat mi jamiyatidagilarni Puyanga akilalasila bu ishni so'zlashkili bo'ladi. Hatto ozroq manfaatni qurbon qilib, ularni Lyubi bilan chak-chigirini aniq ajratqizish mumkinchiligimi bor edi. Boy sizning ko'k tuz ayirib chiqa oladiganligingizni anglab, endi qo'shindagi sarkarda lashkarlar oshi battam ochiq sirkini yemisimi bo'ladigan bo'pti deganini o'ylab, buncha cho'nqur taraflarini o'ylamabdi-kanman. Yanala, Ziji, siz cho'nqur o'ylabsiz. Faqat mi jamiyatini qo'limizga tushirib, Lyubining boylik yo'lini uzib tashlasaqla, kelgusida u qancha kengaysimi, sur'ati yanada chaklik bo'ladi. So'z degan seri hayajonlanib ketayotgan Savsav o'ng mushti bilan so'l qo'liga qattiq urdi.
Diyanmoğa nisbatan bu mu ko'ngildagidek ish edi. Buningdan foydalanib ham Lyubining taraqqiyotini cheklagili, ham mi jamiyatining savdo yo'lidan foydalanib ko'k tuz savdosini Buyuk Xanning har qaysi oymoqlariga kengaytgili bo'ladi. Faqat yaxshi bir yoqlik qila olsa, Diyan oilasimi Buyuk Xandagi katta boy jamiyat bo'lib qoladigan, haqiqatan yaxshi bo'lgan bir chalmida ikki paxtak so'qidigan balandchori edi. Hozirda chiqib maktub yozib, choparman orqali mi jamiyatiga yetkazib beray. Sov, eliqi xoltidagi ko'k tuzni elib, o'ziga mundoq dedi. Yana ozroq dabdaba qilish kerak. Pasibanim, buningdan xotirjam bo'lsalar. Hozir Pekirning qo'lida 2000 jingdek ko'k tuz bor. Bozorga salsammi bo'ladi? Uningga o'zlarining dag'dug'isi qo'shilsa, noit tezla butkul jahonga tariladi, dedi Diyanmo zo'r ishonch bilan. Yaxshi. Darhol odam avatib akaldirib, qolganini men qo'yib bering. Sov, ishtik qadamlar bilan chiqib ketib yetib, eshik oldida to'xtab, Diyanmo'ga shundoq dedi. Aras, shu joni o'rinlashtirish planini ching tutish kerak. Butun asyodim shu jo'dili qoldi. Diyanmo beshini lang'ishtirib turib, shundoq javob berdi. Pasibanim, xotirjam bo'lsalar. Og'am bilan Junkan qaytib kelsalar, bu ishni boshlayman. Kunga qaraganda Diyanvey bilan Shuchu eng ko'p bo'lganda yana taxminan 10 kunlardan keyin Yingchuandan qaytib keladi.